vaqti charchabman shekilli, yana uxlab qolibman. Yana uxlaganimdan keyin bir kishi kelib, bir narsa kelib, "Sen kimsan?" deyapti. "Bu joyda nima qilasan?" deyapti. Men arang o'zimga kelib, ko'zimni ochib, o'ngga, chapga qarasam hech kim yo'q. O'rnimdan turib otamni joyiga qarasam, joyida otam ham yo'q. Boshimni ustiga qarasam, otam turibdilar tik oyoqlarida. Va u kishi aytayaptilar, "Sen kimsan? Bu joyda nima qilyapsan?" deyaptilar. Men javob bera olmayman deydi. Qiz, men javob bera olmayman. Chunki otam meni tanimaydilar haqiqatda. Men aytayapman, "Men sizni qizingiz Asmoman" deganda otam ham jimib qoldi. Qanday shunaqa holat bo'lishligi mumkin deydi. Va men o'zimga keldim, yugurib doktorlarni chaqirsam, doktorlar kelib, Amerikadan ham doktor bor edi va Misrdan ham mutaxassis bor edi. O'shanda u aytadi, "Subhanalloh. Chirigan suyaklardan insonni qayta tiriltirgan zotga, Allohga hamdlar bo'lsin" dedi. Haqiqatda kasal odamni oyoqqa turg'izish nima u? Birodar, chirib ketgan suyaklarni Alloh hamma insoniyatni qiyomatda tiriltiradi-ku. Bu kasal odamni o'rnidan turg'azib qo'yishlik nima? Hech nima. Shunga biz hayron qoldik va otamdan so'radik. "Sizni biror narsa yodingizda bormi?" dedik. "Ha" dedi u. "Men ishdan chiqib uyga kelayotgan edim, zuho namozini vaqti bo'ldi. Chetroqqa mashinamni saqladim, undan keyin bu yog'i esimda yo'q" deydi. Namozga to'xtaganida orqadanmi, oldindanmi katta mashina kelib urib yuborgan. U yog'i esimda yo'q. Ana endi bu yog'i esimda bor deydi. Orada taqriban 15 yil o'tgan. Muallif bu voqeani keltirishlikdan maqsad nima, birodar? Nafas qolgan bo'lsa, rizq qolgan bo'lsa, insonga hech narsa bo'lmaydi, birodar. Sizni hech kim o'ldira olmaydi. Siz ochlikdan o'lmaysiz, birodar. Agar sizni rizqingiz yozilgan bo'lsa, nafasingiz yozilgan bo'lsa, sizni muammolar kelib sindira olmaydi, birodar. Siz shuni biling. Birovni aldamang, haromga ishlamang. Siz birovni manfaatini ko'zlang, birovga yordam bering. Sizni molingiz kamaysa kamayaversin, birodar. Allohku Razzoq, Allohku Robbimiz, Allohku behojat zot. Sizga beradi, joyini to'ldiradi, birodar. Siz birovga berganingiz Allohga berilgan qarz, bandadan Alloh qarzdor bo'lmaydi hech qachon.